Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yana Xorazmda ajoyib yangilik. Elektriklarimiz uchun ajoyib quvonchli kun bugun. Xudo xolasa yil yakuni Prime jamoasi boshchiligida elektriklarimiz uchun ajoyib tadbir uyushtirilyapti. Bu tadbirda yana eng katta super yutuq Cobalt avtomobili va BYD elektromobili qo'yilgan. Bunda xudo xolasa bu mashinalarni elektriklarimiz olib ketadi. Endi o'zlarimiz ham elektrikmiz, balki o'zlarimizga nasib etar. Bu videoni oxiridan ko'ringlar. Xudo xolasa, agar menga chiqsa podpischiklarimga xudo xolasa 50 millionni shu o'rnida tarqatib beraman. Menga podpischik yo'q, like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Xudo xolasa. Aziya Grand to'yxonasida bo'lib turibdi tadbirimiz. İsimlerini e'tirof qilgan hurmatli insonlarimizni yana bir bor taklif qilamiz, keling. Sabayev Sherzodbek, Yudros qarsaklar eshitmayapsizlar. Usta namazını tazalata koyuyor edilsin.
yaylanmoqda. Yo'ldosh qarsaklari sarosi ostida taklif qilamiz. 3375 raqamli bog'chi Qo'qondan 18'de 703 fotoğrafı 55 88 olmalı. Kimligi 55 88. Taklif qilamiz. Yangi yil arafasida, kas bayramingiz arafasida sizni yangi avtoulov bilan BYD E2 avtomashinasi bilan barchamiz muborakbod qilamiz. Ko'proq qarsaklaringizni yashab qo'ying. Bundan bayram bilan taklifimni hamma yoqni, hamma rozi bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Devam qilamiz. Bir qo'shiq bo'ladi. Endi xonada qilamiz. Yine aziz yurttaşlar, Xudo xolasa elektriklerimiz ajoyib yine sovg'a salomlar bilan taqdirlanib uyuna ketib qo'yatir. Tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Menga podpiska bo'linglar. Elektriklarni hayoti ijodi va elektrik sohasida qilinib borayotgan ishlarni sizlarga video qilib muntazam ravishda ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Menga like bosib podpiska qo'yinglar.